O'rtoqlar, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, atrof juda ham keng maydon. Bu joy Jizzax viloyatining Yangiobod tumaniga qarashli ajoyib bir maskan. Atrofda bironta zavod, fabrika, ishlab chiqarish, tutun, Toshkentning chang havosi hech narsa yo'q. Aynan bu joyda Xayr Xavotog' sanatoriyasi joylashgan. Odamlar bu yerga 200, 300, 500 ming kilometrlik masofalarni pisand qilmasdan kelib davolanishadi, ota-onalarini olib kelishadi, umuman shifo topadigan ajoyib bir maskan. Hozir biz ichkariga kirib, ichkaridagi sharoitlarni imkon qadar sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani, ketdik. O'rtoqlar, mana Xayr Xavotog' sanatoriyasining bu ostonasi, hali boshlanish qismi. Kirishingiz bilan sizni mana shunaqa archazorlar qarshi oladi. Yaxshi bilasiz, may, iyun oylarida bu archalar gullab o'zidan efir moyini chiqaradi. Aynan efir moyini chiqarishi, o'zini gullashi kimni tomoq yo'llarida, nafas yo'llarida yoki bronxit, astma kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu dardlarga ham davo bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda nafaqat o'sha 1336 metr chuqurlikdan chiqadigan shifobaxsh suv, balki bu yerni tabiati, toza havosi, iqlimi ham aynan sizning salomatligingiz uchun yaxshi omil bo'lib xizmat qiladi. Biz yanada ichkariroq kirishga harakat qilamiz. Ko'pchilik obunachilarimiz Xayr Xavotog' sanatoriyasini tashqi ko'rinishini, umuman atrofni go'zalligini, bu keng maydonni ko'rsating deyishdi. Aynan shuning uchun ham biz bugungi ko'rsatuvimiz, ya'ni bugungi videomiz orqali Xayr Xavotog' sanatoriyasini umumiy obzor qilishga harakat qildik. Orqamda turgan ushbu bino Xayr Xavotog' sanatoriyasini umumiy ko'rinishi 4 qavatdan iborat. Har bir etajida o'sha dam oluvchilar uchun, bu yerga kelgan mehmonlar uchun barcha sharoit, imkoniyatlar yaratilgan. Hozir ichkariga kirib, ular haqida ham biz to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Atrof mana shunaqa bir yashil vodiy, keng maydon, daraxtzor, umuman dam olish uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Davom etamiz. Aynan sizlarga ko'rsatish uchun mana hozir Xayr Xavotog' sanatoriyasini 4-chi, ya'ni yuqori qavatiga chiqdik. Atrofda mana ko'rishingiz mumkin, bironta ham zavod, fabrika, bino, ishlab chiqarish, hech qanaqa bir rasmiy yoki norasmiy obyekt, qurilish binolari yo'q. Faqat bu yerda bitta Xayr Xavotog' sanatoriyasi joylashgan. Keng maydon, toza havo, umuman olganda dam olib hordiq chiqaradigan joy. Atrofni yanada go'zalligini ko'rsatishimiz mumkin sizlarga.
Sayohat qilmasligingiz bu eng katta xatoyingiz. Agar sayohat qilganda ham faqat yeb ichish uchun borish undan-da katta xato. Hozir biz mana Xayr-Xavatog sanatoriyasiga keldik. Biz shunchaki aylanib yuribmiz. Aynan mana shu hudud, mana shu joylar Xayr-Xavatog sanatoriyasining hududiga qarashli. Bu yerga o'zingiz yoki ota-onangizni jo'natadigan bo'lsangiz, ular nafaqat davolanadi, lecheniya oladi, balki mana shunday bir tabiatdan, kenglikdan bahra olishi mumkin. Aynan may, iyun oylarida mana archalar gullaydi. Mana shu tabiatni havosidan nafas olib, mazza qilib hordiq chiqarishi mumkin. Xavatog shifobaxsh suvi yer yuzining 3 ta mintaqasidan chiqadi. Ukraina davlati, qo'shni Tojikiston Respublikasi va 1948-yilda mana shu yerlardagi bulg'ulash ishlari natijasida aynan mana shu joydan topilgan. Va bu olimlar tomonidan isbotlangan fan nuqtai nazaridan o'rganilganda haqiqatdan ham inson salomatligi uchun juda ham foydalilik xususiyatlari aniqlangan. Bu ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketish kerak, 1336 metr chuqurlikdan chiqadi bu Xayr-Xavatog shifobaxsh suvi. Bugungi kunda Xayr-Xavatog sanatoriyasining ayni yuragi mana shu yerda joylashgan desak, xato qilmagan bo'lamiz. Ushbu joyimiz Xayr-Xavatog sanatoriyasining maxsus lechebniy xonalari. Mana ko'rishimiz mumkin, 10 ga yaqin mana maxsus idishlarda o'sha 1336 metr chuqurlikdan chiqadigan Xayr-Xavatog shifobaxsh suvi to'ldirib qo'yilgan. Birinchi kelgan bu yerga dam oluvchi bemorlarimiz mana shu suvlarga tushib 10-15 daqiqa vanna qilishadi. Vannadan keyin esa mana bu yoqda ko'rishimiz mumkin, birinchi xonamiz tuz g'ori xonasi. Endi ko'pchilik yaxshi bilishadi, tuz g'ori nima uchun ishlatiladi, aynan insonni qayerda qanaqadir muammosi, kamchiligi bo'lsa, qaysi yo'nalishlarda bu davo, shifo bo'lib xizmat qiladi, ko'pchilik yaxshi bilishadi. Mana ko'rganinglardek, bugungi zamonaviy usulda qilib tayyorlab qo'yilgan bu birinchi tuz g'ori xonamiz. Keyingi xonalarga o'tishimiz mumkin. Bu turk hammomi, ya'ni dam oluvchilar uchun maxsus qilingan, ichini ko'rib ko'ramiz. Issiq. Mana zamonaviy usulda bu turk hammomini ham o'sha dam oluvchilar uchun mo'ljallab qo'yishgan. Mazza qilib, terlab, yog'larni eritib, tanadagi bor kasalliklarni mana shu ter orqali chiqarib olishinglar mumkin va keyingi xonalarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu yerda navbatdagi xonamiz finsk sauna deyiladi. Haqiqiy parni, haqiqiy saunani haroratini bu yerda ko'rishinglar mumkin. Mana maxsus qilingan. Suv sepasizlar, bug' chiqadi, terlaysizlar, kasalliklar ketadi albatta inshaalloh. Keyingi xonamiz esa issiq qum. Issiq qum. Yoshligimizda bilamiz, bobolarimiz o'sha maxsus tog'larda to'kilgan qumlarga borardi-da, saratonni issig'ida, jaziramasida mana shu qumga ko'milib yotardi. Tushunmasdik ular nima uchun boradi, nima uchun qumga ko'milib yotadi. Bu aynan tanadagi kasalliklarni, zaharlarni, o'sha kasb kasalligi bo'ladimi, umuman zax o'tgan bo'ladimi, qanaqa muammo bo'lsa, aynan mana shu qumni ichiga tushasizlar, sizlardagi tanadagi kasalliklarni butkul yo'qolishiga, xalos bo'lishiga aynan mana shu qum yordam beradi.
Mana bu yoqni ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni 21-asr texnologiyasi. Buni ko'pchilik ko'rmagan, ko'pchilik bilishadi. Bu nima? Buni ichiga kirasiz. Topasiz, buni tushirasiz. Menga yordam berib yuborasizmi? Mana. Tushirasiz. Ya'ni u yoqda tok bilan sizga par havo haydaydi. Vesingiz og'irmi? Taningizni yog' bosib ketganmi? Qanaqa muammo, kamchilik bor? Tiza og'riydimi, bo'g'imlar og'riydimi, bel og'riydimi? Aynan mana shu bochka yordamida par haydagan holatda yog'lardan qutulasiz. Semizlikning oldini olasiz, semizlikka barham berasiz va tanadagi shamollash kasalliklarni ham atigi 2-3 kun ichida butkul yo'qotishiga yaqindan yordam beradi. Mana shu joyga, ya'ni Xayr-Xavotoq sanatoriyasiga kelganda buni yaqqol o'zingizlarda sinab ko'rasizlar. Bu nima? Bir qarashda bu paynetga ham o'xshab ketadi, bir qarashda hojatxonaga ham o'xshab ketadi. Lekin unaqa emas. Bu ultra qizil nur. Ultra qizil nur nima? Buni ichida ham harorat o'zini mo'tadilligida turadi. Ya'ni bunda bug'dan siqiladiganlar, yuragi bug'iladiganlar, umuman nafas olishga qiynaladiganlar mana shu ultra qizil nurni ichiga kiradi. Bu unchalik qizdirmaydi, unchalik terlatmaydi. Sekinlik bilan buni ichida yog'larni eritasizda. Bu ham aynan shu tanangizda qanaqadir shamollash kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ayni muddao internetdan, ijtimoiy tarmoqdan ham bu haqida to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi inshaalloh. Umuman olganda bizni Xayr-Xavotoq sanatoriyasini lechebniy xonalari mana shulardan iborat. Endi u 1336 metr chuqurlikdan chiqadigan Xavotoq shifobaxsh suvini gapirib o'tirishni hojati yo'q. Unga tushgandan keyin albatta uni foydasini o'zingiz sezasiz. Xayr-Xavotoq sanatoriyasi haqida sizlarga yetkazmoqchi, ko'rsatmoqchi, bildirmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat. Sizda va yaqinlaringizda Xayr-Xavotoq sanatoriyasida dam olish istagi paydo bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr-Xavotoq sanatoriyasiga mana shu yo'l orqali kelishda sizlarni bitta narsa chalg'itishi mumkin. Bizda sanatoriyamizga yetmasdan 10 kilometr beriroqda mana Xavotoq sihatgohi turibdi. Bu aksincha boshqa sanatoriya. Bizda Xayr-Xavotoq sanatoriyamizga esa to'g'riga yuriladi. Aynan mana shu joydan 10 kilometr uzoqlikda. Agar siz Xayr-Xavotoq sanatoriyasini mas'ul xodimlari bilan telefon orqali bog'langaningizda diqqatli bo'ling, ular sizga Telegram orqali aniq manzil lokatsiyasini tashab berishsin.